Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Birodarlar, ko'rsangiz sog'liq qo'ylarda kayfiyatini beradigan, lekin 2025 da do'stlar, mana shu nima deydi? To'qli qo'ylarimiz 2026 da ham to'qli bo'lib turaveradi. Hali ungacha do'stlar juda yirik qo'y bo'ladi. Ana undan keyin kelasi yil yozga olib borib Qo'chqorga qo'yib, kelasi yil mana shu kecha kunduz arafasida o'sha 4 oylik bo'lib, o'sha tug'ish arafasiga kelib qoladi. Mana shunday qo'ylarni do'stlar nasldor qo'ylar deyiladi. Mana shunday qo'ylardan siz baraka topasiz. Uzoq yillar naslini davom ettiradi. Qo'rangizni qo'yga to'ldiradigan qo'ylar mana shunday qo'ylar. Haligi onasini ham do'stlar, bular o'sha tayinli ota-onalari. Onasini o'sha qornida bo'lgan payt to'qlilarimiz o'sha nima deydi, onasi sifatli qo'y bo'lganini hisobida ham mana shunaqa yaxshi to'qlilar tushib qoladi. O'sha davrda do'stlar yaxshi qarov bo'lgan. Bu o'sha davr juda muhim hisoblanadi. Qo'ylarda o'sha butun kelajagini ko'rsatib beradi. Belgilab beradi do'stlar. Qani, sekin yonlari bilan, oldilari bilan ko'rsatavering qani. Mana shunday yaxshi to'qlilarimiz Shuhratbek, Shavkatbek akalaridan. Shavkatjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asror aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Obunachilarim salomatmi? Rahmat, charchamang. Asror aka, bu 40 dona qo'y. 40 bosh. Endi buni maqtab yotganda bo'lmaydi aka. Men ko'rib turgan narsa aka. Qanday qo'yligi? Shuhratjon, bular qaysi oydiki endi? 2025 deb aytdim. 25? Yo'q, oyini aytaman. 6 oylik aka, 6 oylik bo'ldi. To'qliga o'tdi deb. O'tdi aka. Do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi? Qanday qo'ylar qilish kerak? Mana bir yilda o'sha ko'zlaridan puli chiqib ketadiganlaridan qilish kerak. Shunday aka. Shuhratjon, labbay. Shavkatjon, bunga necha baho qo'yasiz? Aka, buni qochirib yotmaymiz. Xo'p. 4.800 dan bo'lsa, dastlabkasi ichida qilib beraman aka. Mana do'stlar, ikkita eni. Ikkita en. Ikki xilda en. Tozalari. Tozalari aka. Atardan kelyapti aka. Atar nima to'qlilarni bozorda chuqurdan yo'q qo'ysin, yo'q qo'ysin-da, chuqurdan qarang. Shu bugun bozordan ham 4.800 dan to'qlilar sotilganini ko'rdim-da. Siz hozir mana shularga 4.800 deganingizga men hozir xursand bo'lib ketdim. Men aka qochirganim yo'q aka. 5 million, 5,5 million deb kerak emas aka. Chunki o'zim mana shu yonimda turgan xolislar ham buni ko'rishdi-da. Ana shunday. Xolislar ham ko'rdi. Mana shuncha hozir 4.800 deganingizga juda xursand bo'lib ketdim. Yana buni albatta bir joyda olganga dastavkalarni qilib berasiz. Dastavkasini ham qilib beraman, muomala ham qilib beraman. Telefon olaman degan odam bo'lsa aka. Bo'ldi. Olaman deydigan odam bo'lsa. Mana 5 ta 10 taga ham, yarmiga ham ishi bitib ketaveradi. Bitib ketaveradi aka. Do'stlar, juda yaxshi, chiroyli narx qo'yildi. Muhimi, nasli toza. Genetik nuqsonlari yo'q. Bu avloddan avlodga o'tmaydi. Avloddan avlodga nima o'tgan? Mana bunaqa ekstrer, mana bunaqa sifat o'tgan. Ona nima bo'lsa, bola shu bo'ladi. Ertaga buni ham bolalari xuddi o'shanaqa bo'ladi, do'stlar. Muhimi, Qo'chqorda zo'r qo'yilgan. Nimaga desangiz, Qo'chqor qancha zo'r bo'ladigan bo'lsa, u o'sha faqat erkak bolalarida emas, urg'ochi bolalari ham mana shunaqa xuddi otani qonidan olib zo'r nasl davom ettiradigan qo'y bo'ladi, do'stlar. Mana bunaqa joylari ham bor-da. Mana shunday do'stlar. Shuning uchun qoni buzilmay bir xil sifatda, bir xil sortda turibdi. Do'stlar, shuning uchun doim yaxshisini olib boqsangiz, do'stlar, barakadan topgandan baraka topaverasiz. Lekin biroz narxiga qizg'anib, qo'ydi tushunmay yoki mana shunaqa qilib olsangiz yoki juda ko'p ikkilanib yuradiganlar bor ba'zilar. Men aytaman, tanlab tozisiga uchraysiz deyman. Haqiqatda shunaqa bo'lganlari ham bor. Shuning uchun do'stlar, bir kishi bilan, mutaxassis bilan, biladigan, boqqan, tushungan bilan maslahat qilib qo'y olsangiz bo'ladi. 40 kishi bilan maslahat qilsangiz do'stlar, oxiri tozisiga uchrab qolishingiz mumkin. Bizda esa kanalga obuna bo'lib kuzatinglar. Qarangizlar, birinchi obuna tugmasi turibdi. Ana undan keyin qo'rg'ichani bosib, bitta laykni qoraytirib qo'ygan hamma obunachilarimizga, niyatda xolis qilganlarga mana shunday zo'rlari nasib qilaversin. Chunki amallar niyatga bog'liq. Yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishta omin deydi deb bekorga aytishmagan do'stlar. Mana Shuhratbek, baraka toping. Juda chiroyli narxlarni qilib berdingiz. Mana shunday. Obunachilaringiz ob xursand bo'lsin aka. Har qanday ham chiqavermaydi bir yenda qo'y aka. Haqiqatan ham juda yaxshi. Mana bo'ladi. Videolarimizni shu yerda yakunlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.